Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Sizlar bilan yana qabulimdan to'g'ridan-to'g'ri lavhalar ulashyapman. Opajon, xush kelibsiz. Nima shikoyat bilan keldingiz? Men shu yanvar oyida kelgandim. Shu jigarimda S chiqqan, gepatit bilan kelgandim. O'zim juda og'riqlar bo'lib kelganman. Shunda yanvar oyida davolanib ketib, lecheniyalar oldim. Analizlar topshirganimda fidroskopim 10.6 chiqqandi. Mana Xudoga shukr, o'sha ham mana shu tabiiy mahsulotlarda ichdim. Mana shu yerda mana yotib 7 kun yotib ochlik bilan davolanib ketdim. Shunda davolandim, mahsulotlar ichdim. Mana Xudoga shukr yaxshiman endi. Mana yengil bo'lib, mana Gulbahorxonga rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Xursandman. Mana kelinglar sizlar ham. Mana shu yerga mana oldinroq bilganimda men vaqtliroq kelardim. Mana shu kasal bo'lmasmidim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xo'p, sog'lom yashash qiyin emasmikan, opa? Hozir nimalar qilyapsiz? Avval qanaqa edingiz? Avval shu pala-partish ko'p yeb qo'yar ekanman. Mana endi hozir mana shu yanvardan beri bag'iga 2 mahal ovqatlanyapman. Arada shu payshanba, dushanba kunlari ro'za tutyapman. Xudoga shukr. Shu kepeno yeyapman. Mana shu Tuya sut haqida nima deysiz? Tuya sut endi rosa yaxshi narsa ekan. Tuya sutni ham ichyapman, 2 mahal ichaman. Ertalab kerak bo'lsa o'sha tuya sutni o'zini ichib, og'zimni bekitib niyat qilib, kechqurun keyin o'sha o'zim o'sha nima deydi, ovqatlarni yeyapman-da. Yosharganga o'xshab necha kilo tashladingiz? 18 kilo tashladim. Kelganimda 97 kilo edim, mana hozir 79 kilo bo'ldim. Nima deb o'ylaysiz? Kelganingizdagi vazn bilan hozirgi vaznda nima his qilyapsiz? Voy, yengillik his qilyapman, juda ham yaxshi. Mana Xudoga shukr, namozlarga ham juda epchil qiz bo'lib, mana 5-etaj mana qizlar shatda yashaydi, chiqaman, hansirash yo'q, boshqa yo'q, Xudoga shukr. Hamma ko'rganlar xursand, mani ko'rganlar, voy yosharibsiz debchi. Ko'z tegmasin, ilohim. O'ziga jigaringizni tushirgansiz avval ham, keyin ham nima deyishdi? O'ziga tushirdim, bitta ham tushganimda jicha jigaringiz katta apa, jicha parhez qiling deyishadi bu doktorlar ham. Mana hozir o'zinglarga tushdim, ancha o'zgarish yaxshi. Qora talag'ingiz ham kattalashadi, bu ham joyiga tushdi, ancha yaxshisiz, Xudo xolasa deyishdi. Rahmat, mashalloh. Azizlar, bilasizlar, men juda ham ko'p tahlillar qildiraman odatda. Bu bemorimiz tahlillar mana fibraskani eskisi 10.6 chiqqan, mana hozir 7.9 ga tushgan. Tahlillarda avval mana bilirubin, прямой bilirubin juda baland bo'lgan. Hozir прямой bilirubin, ya'ni bog'lanmagan bilirubin normaga tushgan. Mana bu yangi tahlilimiz. ALT, AST yaxshi, bemor o'zini yaxshi his qilyapti. Siz xursandmisiz? Voy, men xursandman. Sog'lom turmush tarzi yaxshi ekanmi? Mo'jizaviy dori yo'q ekanmi? Yo'q, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kelinglar sizlar ham mana. Mana shu yerda men ancha kishini taklif qildim, kelinglarmi vodiydan, Qo'qondanman kelib ketishdi, ular ham menga rahmat aytishdi. O'zgarish katta ularda ham. Kelinglar sizlar ham qizlar, hammalaring rahmat sizlarga. Xo'p, sog' bo'linglar. Sizlarda ham shu va shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishinglar mumkin. PCRlarda mana gepatit C rezultat 0 chiqqan. Mashalloh, mana. Har-harda baribir topshirib turish kerak. Bu haqda opaga aytdim, mana bemorimizga alhamdulillah yaxshilar.